Ko'rayotganinglar cho'ng tipki universal san'at programmasi Abida Cho'lponlar sahnasi. Programmamizda o'yin bir shakl, o'yinga yo'chirilgan aktiv energiya, o'yinda aks etgan inoqlik, o'yin ib kelgan shodlik huzuri dal bizning maqsadimiz. Biz ko'rishga taqozo bo'lgan cho'lponlarimiz, qaltis talanti bilan elni so'yindirgan, mo'l natijalar bilan hurmatimizga sazovar bo'lgan ilg'orlarimiz uchun sahnamizdan o'rin hozirladik. Ular tabiiyligi bilan, samimiyati bilan, ko'rmanlarga bo'lgan hurmat va mehr muhabbati bilan sahnamizni avod qildi. Xilma-xil o'yinlarga moslashib, o'yin ichiga qizg'inlik va hayajon bilan singib kirdi. Ba'zida bolalardek omaq, ba'zida yoshlardek qizg'in, yana ba'zida mo'tavarlardek tamkin obrazi bilan o'yinda yengib olganda kollektivning kuchini, ajr mevasini tantana qilsa, yengilib qolganda texnik hayajon va kang qo'saqlik bilan esil san'at nomerlarini o'rinlab, ko'rmanlarimizning ko'nglini oldi. Cho'lponlar sahnasi har millat xalqining shodlik sahnasiga aylandi. Har oyda yangi cho'lponlar, har sonda yangi o'yinlar, naq maydon komediya, kulki chaqchaqlar, shodligingizning avji dal cho'lponlar sahnasi. Ekran alıp qadrli ko'rman do'stlar, salom naq maydonidagi karxanchilar, ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Do'lan o'qachilik cheklanish shirkati birlashib ishlagan Abida Cho'lponlar sahnasi programmasi. Men riyosatchi Mahira Abdug'ani. Kulgan yuzlardan baxt parlaydi. Kuldirgan yuzlardan mehr muhabbat taraydi. Programmamiz kulgini asos qilgan holda dangliq cho'lponlar, xalq orasidagi talantlilar, har sohadagi aktiv energiyalik ilg'orlar bilan birlikda xilma-xil qiziqarli, yumoristik o'yinlarni o'ynash orqali baxt tuyg'usiga cho'mgan har millat xalqining shodligini namoyon qilg'usi. Men riyosatchi do'stinglar Adila Nijat. Qadrli ko'ruvchilar, bizning bugungi programmamizning tayyorligini Xinjiang Abida kasbiy taraqqiyot paychakli shirkati o'z ustiga oldi. Shundaqla Xinjiang Trade xalqaro so'z chekish shirkati alohida hamkorlashdi. Qo'shnur yuvish buyumlari chekish shirkati alohida qo'lladi. Xinjiang asr yulduz so'da chekish shirkati alohida hamkorlashdi. Onundan boshqa Lenda Pantexnik chekish shirkati programmamizga qatnashgan cho'lponlarni har oyda 50 ming yendan yilda 600 ming yen naqd pul bilan mukofotlaydi. Biz tövəndə naq maydonga yetib kelgan karxanchi do'stlarimiz bilan tanishib o'tamiz. Xinjiang Junior Xingji Öymülük Taraqqiyot chekish shirkati Yingshan Xinjiang yemak-ichmak madaniyat savdo ko'chasining mas'uli Minavara Xo'jahmat xonim qizg'in qarshi olamiz. Xinjiang Iran xalqaro savdo chekish shirkatining ijroiya lideri Munira Ablimid. Qarshi olamiz Munira. Xinjiang Ko'znak Kuchur Pantexnik chekish shirkatidan Varis Qurban. Qarshi olamiz Varis. Xinjiang Qo'shnur yuvish buyumlari cheklash shirkatining birlashma qurg'uvchisi Abdumijid Simit apandi qizg'in qarshi olamiz. Xinjiang Barginoz xalqaro so'z cheklik shirkatidan Yaqubjon Umar apandi qizg'in qarshi olamiz. Lenda Pantexnik chekish shirkatidan Husanjon Xo'shir qarshi olamiz. Xinjiang Chindil Bio Pantexnik taraqqiyot chekish shirkatining qurg'uvchisi Yasinjon Sulaymon apandining yaramliq izbosari Tahirdin Yasin apandi qizg'in qarshi olamiz. Xinjiang Qariylar xalqaro savdo chekish shirkatining lideri Mehrigul Tursun xonim qarshi olamiz. Xinjiang Luqman Hakim Bio Pantexnik cheklik shirkatidan Aytura Ablimid xonim qizg'in qarshi olamiz. Xinjiang Mo'jiza biotexnologiya taraqqiyot chekish shirkati Mo'jiza Uyg'ur tibobat dori zavodidan Anvarjon qarshi olamiz. Urumchi Yeshil Yaproq savdo chekish shirkatidan Muhammad Emin Ibrohim apandi qizg'in qarshi olamiz. Xinjiang Qo'shnug'im baxt savdo chekish shirkatining lideri Ayshigul Rahman xonim qarshi olamiz. Sarkan guruhining bosh direktori, Bayliq to'rining qurg'uvchisi Qaysarjon Tahir apandi qizg'in qarshi olamiz. Xinjiang Anargulum savdo chekish shirkatining qurg'uvchisi Anargul Yunus xonim qarshi olamiz. Urumchi Al-Ravam Tor Texnik chekish shirkatidan Akram Mahmud apandi qizg'in qarshi olamiz. O'zimizni unutadigan sahna qaysi desanglar Abida Cho'lponlar sahnasi. G'am-g'usalarning kayniga cho'rilgan sahna qaysi desanglar Abida Cho'lponlar sahnasi. Sizlar uchun xo'shallik beg'ishlaymiz deb qurilgan sahna qaysi desanglar yana Abida Cho'lponlar sahnasi. Biz mana Adila ishimiz kiyimlarimizni yo'tkab tax bo'ldik. Endi ko'pchilik tanishlik bo'lgan, ko'pchilikning ko'ngliga arziyotgan to'g'ri yetkizing o'yini bilan bugungi sonni boshlab ketamiz. Undaqda asr yulduz guruhining guruh boshlig'i Abdukarimxon boshlig'iga guruh a'zolari marhamat. Qo'shnur guruhisidagi Adil O'shur akamiz boshlig'idagi bizning qalbsiz guruhi sahnamizga marhamat. 3-chi san sürab kelish oldida turimiz. Abdullaka sizlarmi qishib qoldinglar birinchi o'yinga? Ha, ko'nirab qoldik hozir. Bu da sizlarmi 3 qor yo 5 qor yo 8 qor yozsanglar bo'ladi shundami? Biz buda o'ylab qo'ydik hamda. Bu topolmaydigan yozamiz. Hozir boshlab ketdik, ha? Bu o'yinga 5 nafar guruh a'zosi qatnashadi. Ularning orasini Erkatjon Tam to'sib turadi.
Birinci a'zo xatni ko'rib, harakat orqali ifodalab, ikkinchi a'zoga yetkazadi. Ikkinchisi orqadagiga yetkazadi. Eng oxiridagi a'zo riyosatchiga o'z qaraz qilgan so'zni aytib beradi. Bu jarayonda qat'iy ovoz chiqarishga bo'lmaydi. 3, 2, 1. Güzel Nur'da iz buldunlar mı? Yok, endi başlamak Bulalım. Vaxtınlar toşdu. Ay şu abim korunda. Yana şu orunda. Yanzovi. Çiyan. Ne dege diğer boşa. Çiyan. Qasiyatda da. Ha? Siz birinci o'rinda turamsiz? Ha, Xolgoxonada. Xolgoxonadan men qara Esirxona. Güzel Nur'da bo'ldimi? Tutdimi? Ha, imin yazgan büyük vazifelerni elib aldı qarab mangdi. Safar ustida hormag'ayla imin yazga. Qani karxanchilar ko'rib yiqinglar. Yakenge yılıqı yeben jodim algandek maldı. Kaldıra. Paske. Ancan cevap yok hala. Başlamdı o qasiyatda. Ha, qani ishik ichilsin. Birinci iş geçilsin. Bek, tamam bu sırın. Bunu bir hayvanatla Şişen de ala şişe. Rahmet. Avazından çıkamanlar iken ha. Bunun Şişe var canım. Şeyi bunun çok. Şişen de ala şişe. Kayvamın hayırgın laşıla. Bir-birini yaxshi ifodalab ha. Vaqt qo'shish oldida rahmat ishga yipilsin. Mamatjon Abdukarim kamga ifodalab Vaqt to'shdi. Abdukarim Teşekkürler hemen. O karsam. Ben başta bunu ben benzimki degen. Bizim koşku umudu. Şunu kargan deraktın tüpü yağmışım sekrep tuğandı karganda. Elikı bir o işte bir nesi var. Simba dedi o emez. Şu elikı jilpizniki bir nesini taat oludu. Şununki aldıdaki jilpizni desem bana ola. Jilpiz değil. Yılpız mı? Jilpiz. Doğru mu? Siz şu adılka en ahırki kararınız yılpız mı? Manda karın tengileri var. Onun dike manda tutku. Deraktın tüpü küçük Hem de uxtum. Asıl aşinasının yıldızlaydık ya. Ha çavakçalamda adılka bir yada. Doğru mu? Doğru mu? Taptı mı? Çok taptı mı? taptı. Rasmı ya. Ondan sonra bunu biz muayyenleştirdik deydi ya. Rast bazılan çoğu azı çakçımızla ayrıyamadım ben toktama. Ondan bolsa Tapamadı bende. Ondan sonra hasiyete de seçmegen. Kesimleştirdim. Çabuk çalsam siz neymi xat gördünüz? Ay, Abdülkerim tapkanını gördüm. Belli ki palak kalmaz. Yılpız. Yılpızı gördüm. Yılpızı gördünüz mü? Yılpızı görgen Nasıl mi? yılpız mı? Ondan sonra ilan kuvvetayım ben. Kas görüp buna yenginli. Çağrı yıldız harekette. Şar yıldız harekette. Çıpar. Neleli yakın kep. Bayan herkes yapmadım koşun. Maymun ne? Ele kınasını tutup aldı. Çıpar yıldız harekette. O emisi beni doğurken Ya korkmağım ben ağzından çıkan gep doğramadım. Jilpis. Jilpis. Sahipxana olgan Bu ölmegen diken hareket kıldı Bırak bu. endi mehman qilmamizlar bizning Mimam kıldı. Güzel bir adam dep kaptı. Ya, tutar. Güzel bir adam dep kaptı. Mimam. Ya, tutar. Rast. Ondaqda bu qitimqi tepish to'g'ri yetkazish Charni o'yinida Oyun kaydısı boyunca. o'yin qoidasi bo'yicha asr yulduzi yengildi. Qo'shnur guruhi yengib chiqdi. Mübarek olsun. Ben meydanın mübarek olsun. Kırmızı yandım lan. Abdukarim aka asr yulduzi endi yozisizlar. Asr Qo'shni yıldızı. yozisizlar Hem de biz topsizlar. ayıma yazaylı. Yaşa kayla. Yaşı kayla. Tashlaylik. Ağa. Kene orunuzlarga merhamet. Taptık. Ha Jilpizni. yetişip taptık.
Undaqda To'g'ri. xo'sh qiling Mamatjon, ko'rsatsangiz bo'ladi ham deya. Qaldım tapamaslıqımızda ensirep. Malibek tərsini tep qaldık ya. Xo'sh qiling Mamatjon. Yeğen. Bada oyan çıkmış kandalı da ha. Ya. İğnevatqan eşek. Başlandı. Adilka tayyorligimiz Advokat bitti gap mi? ağlamadım. 3, 2, 1. Emin yazga mal oynayacak. Başladık. Boşandı. Avazın çıkarma ha. Adilka. Ya emin yazga mı tuttu bu la? Ha boşandı çıkmadık ya. Şizyendala, şişe. Hüseyin'in de sen bunu. Ha yap bilen şıkta. Şokuy kangal. Adılkam da marmana. Adılkam da oynayacak kırıttın lan. Ağrı tıkıtan lanı. Adılkam da oynayacak kırıttın lan. Depirdik ya. Şişe şokuy. Şizyendala, şişe. Adılkam da oynayacak. Adılkam Güzel oynayacak. burada. Vay. Ne mi dedi ha? Vay şumular şimdi gelmez. Ha şu şumulap bakmaz mı hep körep Güzel duray. şumular. İmin yazga kesler. Vay 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 Kesler. depper yoldu. Endi sözlesek oyun qaytib buzilib ketadi kesler. Vay baldı emin yazkamaya kara atıdı. İmin yazga miye kesler. Abdikerim kan bir so'rab baqsin İmin yazga nim demekçidir. Neyim demekçi? Şumulap oturdu dedi. Ha. Kimning, nimaning qayerda bilmay qoldim. Bu Tursun Gül iniq deppez oğulamışsan. Ya Tursun ol şumulğunu gördüm dedi. Bizden şumulap bersem şumulap bendi. Vay şumulap qalğan şumular jümeydi hep ben de yeni aldım ben bunu şıkılıp. Şu kandarak herkes kızık versen ben biraz bilsem bu. Vay yaptırma bizi pek tərsini yüzüp de şıkılıp. Bunda xo'sh oxirgi javobingiz İmin yazga. Siz azroq qiynalib qoldingiz ha? Oğul taşkan. O'g'ri chashqan, Tursun. o'g'ri chashqan. Ay kayma be. Demak, İmin yazgamning oxirgi javobi o'g'ri chashqan Shauqi. 麻烦你来一下。阿迪那个表演的是什么？你觉得阿迪那个表演的是什么？一个牛在抽筋，牛在抽筋。哦，他在干什么？抽筋，出劲了，有个人出劲了，什么出牛在抽现？筋，牛在出牛在抽筋。牛妈。 Bundaq bo'lsa, asr yulduzi ko'ribsi, yengib chiqdi. Qo'shnur ko'ribsi, afsus, yengilib qoldi. Kullan der. Kandak kıllık enem bayan. Meşik kullanma kıygan. Kaç kol özlerden mi taş kol? Abi sen öydün ağaç gel. Kullanma. Rahmat, sahnimizga yarashgan sizlarga o'xshash akalarimiz bilan, qurdoshlarimiz bilan birga turmoqligimizni aytib xushalligimiz. Demak, bu qitim asr yulduzi ko'ribsi yengib oldi. Abay qo'shnilar ko'ribsi yengan. Biz bu o'yinni yana bir kelish bilan yengilishni haqiqiy ayraylik, ya. Bo'ladi, undaqda Kim yazdı? Kim topdu? Biz yazımız alçıdımız. Biz yazaylı. Aba kol ko'targisi var tutun ko. Ha? Sanғы әмісі çağıracağım. Gayret qilinglar, ko'rib boshlaydi, gayret qilinglar. Kim boshlaydi? Ha? Ay, manda qilmaylik ma, bari bu da Kim başlaydi? yengilib birli. Ha? Bu bilan taqdirmaylar bu adilshur. Yazam O'zi yaxshiligini imniyat tashkil qildi ekan insonlar. Qo'shnilar yazdı. Asr yulduzi topdi. Ha, sapilib bo'ldi. Yezinglar, tepinglar. Tamin sheba. Tay qo'laylar. Ya ağır hayatımızın bir şey oturanlar diye bir şey oturup tapan çıkıyor. Başladı. Kerala otur. Yala başla. Doktor, beri vallahi. Beri vallahi. Ağla körüp qaldıkken, siz pes mayan taraf görmüşsünüz. Qarg'anchilarning kulib ketganiga qaraganda xil tez o'xshaydi, ha? Qaziyatda qandaqroq? Yaxshimi? bo'ldi. Ha, bo'pti, ha, tayyorlik bitti qaziyatamning. O'tishga bir boshladik. Birinchi shik.
时间到了，谢谢。Rahmat, Wang Zhangzhang，该你了。忘了是吧？不要看往后，不要看后面。Adılka,时间到了，谢谢。Adil na çoğun sepet cahit oturadı da hazır. Tamaşmalarını kulak koyup. Xeyri qildim. Rahmat, vaqt to'shdi. Mamajon, shuni eshitib bilib oldingizmi? Ha. Abdukarim kamga. Ha bo'ldi. Kesib oldi. Topamidi. Yaxshi, ya. Abdukarimning pipag'ini chiroyi chiqib ketdi. Ha? Kulib ketding ha? To'g'riliqi 100% shunda Abdukarim topqinni. Alinekdan balası çalı koru kokuşmamda. Voy. Sen resmi o'qishaman maktabni, resmi o'qishim. Adilka to'g'rimi? Topa oldimi? Hey, 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 hey. Ishbanda to'g'riga tapdinglar. degan gap. Demak, Endi Adilka, buni, ha. Bizim Cho'lpon kartini kimga beramiz? Ha, mushu bizniki mushu asr yulduziga topshirilamda. Amal bo'lmaydi bo'lgan. To'g'rimi? Yo'q, mana bak, bunda qildi buni. Mana Yerimini kömüdüm bakıma. Bana sen bunda To'g'ri, isbotlashni aytdi, yaxshi bo'ldi, ya. Moslashish. Undaqdan Mush azaldan asr yulduz gruppasining moslashishi pek yaxshi. Chunki Soyibxon gruppi bo'lish sifati bilan bir-biriga uyib ketdi-da, ustozlar Tajriba. bir-birining ko'ngilligini pek tushundi. Rahmat sizlarga. Demak, bu qitim musobaqaning natijasi chiqdi. Yanala asr yulduzi gruppasiga bir tal cho'lpon karta taqdim qilinadi. Muborak bo'lsin. bizning bugungi programmamizning tajdorligini Xinjiang Abida kasbiy taraqqiyot paychakli shirkati o'z ustiga oldi. Shundaqla Xinjiang Trade xalqaro so'chak shirkati alohida hamkorlashdi. Qo'shnur yuvish buyumlari cheklik shirkati alohida qo'lladi. Xinjiang asr yulduz savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashdi. Lenda santexnik chek. Bugungi sanimizning ikkinchi bosqichlik o'yinini boshlash oldida turyapmiz. Bu o'yin ko'pchilikka notanish emas. Yuga top usuli. Yuga top o'yini. Bu o'yinda har ikki tarafdan ikki a'zo bir bo'lib, cho'ng topni dumbasiga qisib usul o'ynaydi. Qaysi tarafning to'pi baldir yerga tushib ketsa, shu taraf yengilgan bo'ladi. Nahmaydon karxanchilar, ekrandagi qadrli ko'rman do'stlar, ikkinchi bosqichlik o'yinimizni boshlash oldida turyapmiz. Endi bizning ikkinchi bosqichlik o'yinimiz ko'pchilik ancha notanish emas. Ya'ni yuga top usuli. Yuga o'ynagan vaqt ishlatilgan to'pni ikki taraf, masalan, adilashikimiz Dindiga turgan asosda usul o'ynaymiz. Balkim Uyg'ur usuli bo'lishi mumkin, balkim qozoqcha usul bo'lishi mumkin. Musiqalar o'zgarib turdi. Anondan to'pni qistirgan ikki odam cho'qim sahnaning mushi beshidan oshi beshiqcha jumloq shaklda butun sahnani cho'ng holatda aylanib chiqishi kerak. Eng muhim shart usul chiroyli, o'lchamlik o'ynalishi kerak. To'pni qisib tushirib atmay, mansil hisob emas. Cho'qim qo'lni ko'tarib, harakatchan usulga tushish kerak. Undaqda biz ikki tarafga ikkidan yuga to'pini taqdim qilamiz. Qani, asr yulduz gruppasidan Abdukarimka qaysi 4 nafar a'zo bu qitimqi o'yinga qatnashadi? Siz tanlab bering. Qo'shnur gruppasidan Adilka qaysi 4inglar qatnashsizlar? Tanlab bering. Kolam patanmış lan insan. Neyse, hayır gol. Munira bek Xasiyat, Munira. Mehmetcan. Deyish bo'lsa oldi keyin nima Olmaz, qiladi? sıkıntı yok. 10 million ketdimi? 2 3 4 5 6. Aka to'pni. İşkanlı bir olamışsa, ikimiz bir olamışsa. Tutulish ruxsati yo'q, ha? Qo'lda tutilish ruxsati yo'q. İşkayel bir olamışsa, işkar bir olamdı. Ishqayal bilib bilamanmisiz? İşkayel bir olamla. İşteki kızılını verirler. İçilim ola, içilim. Ha, içilim. Emin yazıp okşaş, hep kızıl okşaş. Abdukarimka, biz ishki riyosatchi markazi turib beraylik. Bizni cho'rdab, lekin sahnani cho'ngroq doirada aylansanglar bo'ladi, ha? Ha, tayyorlansanglar bo'ladi, ha? Diqqat. To'p tushib ketish ehtimoli bo'lsa, qo'linglar mandaq tutib olsanglar, musobaqa qoidasiga xilof qilgan bo'lasizlar. Qo'linglar faqat usul o'ynash qilishildi. Navbatda biz eng go'zal usullarni ko'ramiz. 3 2 1 başlansın. Ting ting ting. Ting go. Ting go. Ting go.
acım. Boşa kaldı. Sana. Voy mana Abdikerim bilan Mehmetjon Arif shundoq o'lchaydi. Erkaklar ham tezligi gibi qarab qo'yinglar. Keyin cho'p, keyin cho'p. Sayrni sho'ra qo'yinglar. Keltirib qo'yinglar. Abdülkerim tamam. Abdikerim boshib ketdi ya. Tutmanglar, ha. Minglar. Davomlik. Ha. Hay hay. Abdikerim qanday o'zgarib o'ynayotdi ha? Davomli. Voy xayriguldan Nayt yaxshi o'lchamlik Hayrat qo'shishmas abi ya. Hayrat qilinglar. Menga chiroyli qilsin. Hasiyatlar chiroyli Menga chiroyli cho'lpanlar bu. Vay buldu mu? Rahmat. Vay buldu mu? Voy bo'ldi. Ya yine oynaymış. Voy bo'ldi. Vay yine oynayalım. Voy bo'ldi. Vay. Vaqt qo'shdi. Vay. Ha buldu mu? Rahmat. Chiroyli o'ynab berdi ya. Uy. Manda oynayırga usul yok. Men Niyaz yalnız oynab Endi yugal usulni o'ynaymiz. Ha manda aka manadan besişlik olmuş. Ay la. Rahmat Abdikerimga, Adilga, har ishga ko'rib ko'pdan ko'p rahmat. Eng chiroyli mahoratinglarni bizga chiqarib berdinglar. Haqiqatan ko'rinmakka osondek, lekin o'zimiz qo'l tiqib qilgan vaqtimizda oson emas. Bo'pmi? Sharni tushirib etmay turib, eng chiroyli qiyofatimizda qo'llarimizni harakatlantirish oson emas. Ikki tarafning moslashishini bek talab qilib qoldik. Afsus, o'yin qoidasi bo'yicha Adilkam bilan Mayra, Oh. talep taqdim yok miken? Çıraylıq soyunğanla ayrım soyunab bersin de. Hazırgıça Hayrigül edemning manda chiroyli o'ynag'ini ko'mib. Bayam tas qolib Hayrigül edem qarab to'pni tashirdim. Undaq bo'lsa mana qilaylik ya. Avval natijani e'lon qilib o'taylik. Qo'shnur guruhisida Adilkan bilan Shavxoyning to'pi baldiroq tushib ketib qoldi. Demak, ikki a'zo shallanib ketib qoldi. Faqat Tursunguldan bilan Go'zalnurdam naq maydonda oxirgacha bardoshlik berdi. Lekin odam soni jihatda sizlar yengilib qoldinglar. Yanala asr yulduzi guruhi yengib chiqdi. Muborak bo'lsin. Sonra jiq o'ynag'anni yengalamdi deb bizlarga jiq o'ynadi. Asr yulduzi guruhisida mush Xayriguldan bilan xasiyatimning moslashishim shundoq yaxshi bo'ldi. Endi Go'zalnur odam bilan Tursunguldanning moslashishimi shundoq yaxshi bo'ldi. Agar xohlasanglar bizga bir mahorat ko'rsatib, yana bir o'ynab bersanglar, siz xo'p bo'lasizlarmi? Hayrigül edem bilan Tursungul edemni bir tayyor. Ikkaylandi ya. Bir muzika. Yama oynayamay. Ya keçib bo'lmaydi, bo'lmaydi. Tursungulda o'yin qoidasi tushmaydi kaslar. Topni tutmay o'ynasin bo'lmasa. Topni tutmay o'ysa. Top yo'q o'y. Top yo'q o'ynab, top yo'q o'ynab. Ya top tutmay. Top olmay. Top yo'q. Voy. Mundaq maqsad qandaqdir? Boshqa kasbga san'atkorlarimizni akilib usulga silishamas. Xayriguldanmi kasbiy aktyor. Tursunguldan bo'lsa kasbiy naqshchi. Ko'pchilik tonilgan mana shundaq dangdorlarimizning naq maydonda nayt chiroyli bir payt usulni ko'rishmi biz uchun hozir. To'y-to'ylar agar sizlar qo'linglarni ko'tarib shunday qilib chiqib qolsanglar, butun apparatlar sizlarga to'g'rilanib qolishi aniq. Chunki tomoshabinlar sizlarning boshqa tarafdagi alohidliginglarni yoki go'zal taraflaringlarni ko'rishni eng xohlaydi. Rahmat sizlarga. Rahmat.
Endi men tam o'rin qilay deb turgan to'xtab qoldim. Ben bu yanıkımı matılap. Ey tam. Hazır naq pul yo'qchimi? Ya qonba tutdi, qonba. Bak, ya qalsaqma arivama o'xshaydi desek bu marketga bo'lmaydi. Abdukerimga Neyle bağma? endi 3-bosqich o'yin tayyorlab qilaylikmi? Biz tayyor. Va, Yeni bak. erib ketmagansizlar? Hamıda tol yığılıp kılıp edemiş. Unda qilsa tayyorlab qilaylik 3-bosqichga. Sırada 3. bosqich o'yin tayyorlab qilaylik. Naq maydonda ekran oldi qadrli ko'ruvchilar, ko'ryapsizlar Abida Cho'lponlar sahnasi programmasi. Mana bugungi san programmamizning 3-chi o'yin bosqichiga yetib keldik. Bu o'yin bosqichimiz dal korxonachilarimiz bilan hamkorlashib o'yin o'ynash bosqichi. Bu bosqichda biz atlang'ush atlaymiz. Atlang'ush taxlaymiz. Atlang'ush taxlaymiz. Kenguru. Bu o'yinga har ikki tarafdan 5 nafar a'zo qatnashadi. 2 nafar a'zo uzun arg'amchini cho'rgiltidi. 3 nafar a'zo putiga xalta kiyib, arg'amchi sakraydi. Qaysi tarafdan sakragan qitim soni ko'p bo'lsa, shu taraf yengan bo'ladi. Biroq bu taxlash odatlik taxlash emas. Ya'ni bu qitim atlang'ush taxlaganda bizning 2 nafar korxonchimiz bilan sahnadagi 3 nafar cho'lponimiz birlashib turib, yerim badan bizning Xalta kiygan holatda cho'ng atlang'ushni birlikda taxlaydi. Zadi qaysi guruhga ko'p taxlay oladi? Uqtirish dal mushunda belgilandi. Undaq bo'lsa, ishga guruh a'zolarini naq maydonga taklif etamiz. Endi bu bosqichning qiyinlik darajasi xeyli bor. Bir o'ylasangiz, uni xaltasini 2 butonga kiyib sakrab yiqishni o'ylab yiqing, qanchalik tez. Mana mush holatda arg'amchi taxlaydi. Taqlang'ush taxlaydi. İşte grup a'zolaridan masalan Abdukerim kamning guruhi deylik, Asr Yulduz guruhidan 2 odam ag'amchini cho'giltib berishga mas'ul. Bir odam mas'ul bo'lib mushu guruhga sakrashga chiqadi. 2 korxonchi sizlarga hamdamda bo'ladi. 3 odam sakraydi, 2 odam cho'gildi. 3 odam sakrab, 2 odam taxlaydi. Oxir bizni xalta soldigan bo'libsizda bugun, ha? İki, bir. Normal. Hala gecenizi sudu. Cayo, Paris Cayo. Vancacan Cayo. Borcu sudu, 14, 15, Bak, Soşay dedi ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29. Bak koştu. Neçin sekirdi? 29. 29 ne? 30 sekund içinde bir kamdan sekrepsiz ha. Asli sekund sekirgen olsanız. Mehmetcan, başladık ha. 3, 2, 1, başlandı. 2, 3, 4, 5. Zor. 4 buldu. Buldu. Skot içinden de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. 30 sekund 26. 30. Paris 29. Demek bunda olsa oturup to'xtab qolsinmi cho'giltib Asli o'tirishlar. to'xtab Skotun içinden 10'nu sekiyarsın mı? 10'nu malı o öldüremedi. 3, 2, 1, başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30. Cemi 3'ünler birleşip 86'ını taxıldınlar bir yarım minutda. Endi biz Qo'shnur guruhining mahoratini ko'ramiz. Qani, Adilka. Bizning bugungi programmamizning tajdorligini Xinjiang Abida kasbiy taraqqiyot proyekti shirkati o'z ustiga oldi. Shundaqla Xinjiang Trade xalqaro so'chak shirkati alohida hamkorlashdi. Qo'shnur yuvish buyumlari cheklik shirkati alohida qo'lladi. Xinjiang Asr Yulduz savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashdi.
Liyenda Pantexnik çekiş şirketi programımızga qatnaşqan cho'lponlarni har oyda 50 ming yendan yilda 600 ming yen naqd pul bilan mukofotlaydi. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler Abide'ge. Tabiilikka ulaştık biz onun birle. Abide tabiiy muslisi. Lazixan ikkinchi avlod tayyor samovar sho'rpisi. Lazixonni bir qatim yesangiz yana izlab qolsiz. Setib olganda Lazixan markasiga diqqat qiling. Lazixan samovar sho'rpisiga har xil yemekliklar qo'shilib, ta'mi yarmi xurishlar orqali tanishadi. Sovuq suv qo'shilib, o'zligidan qaynab tayyor bo'ladi. Lazixan tayyor samovar sho'rpisi. Qandaqa? 3, 2, 1, başlandı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 高一点，高一点，你们要高一点。 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 时间到了，波比，恭喜我们的小回挑了30个，谢谢。30秒的时间挑了个30个，很棒，谢谢。Endi Lenda'dan Hüseyin siz Ayağı çıkarsınız. kışık gelip bom serip kalısı. Hazır netice 30 ha? Qarayman ha. 3, 2, 1, başladı. 1 2 3 4 5 6 Bom mayda ha. Tamamlaştır. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tamamlaştırın, tamamlaştırın. 13 14 15 16 17 18 19 20 Toşti. 21 Vaqt toşti, toşti. 21 ha? 21, 30, 51 hazırca. Sizin isminiz? Luqman Hakimdan Aytura. Aytura, poştanız xeyli igizga maylima. Ayağı silversin yakışıkman töpek Taqdiy yumuşak. alamsiz. Aygın sevetine aygın. Egiz ayaqkan senritan. Ha. Ay oturgun bana kese aşağı. Bu asli xalq Aytura, diqqat qiling ha. Aytura g'ayrat qiling. Keyniga taqlang, keyniga. 3, 2, 1, başladı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Az qaldı, g'ayrat qiling. 28 29 30 31 Vaqt to'shdi. 31 31, Bayatın 51, 82. Demek netice aniq bo'ldi. Qo'shnur 3 odam. İki grup a'zosininki ag'amchin aylantirib berishi bilan 3 odam 81 ni taqlagan bo'lsa, asr yulduzi gruppasidan 85 ni taqladi. 86 ni taqladi demak, bu qitim yana asr yulduzi gruppasi bir dona cho'lpon yasar bo'lganlar. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Sizlar cho'pon tatdinglar Niyozga, Adilga. 5 numurliq natija bilan yengilib qoldinglar. Endi Aytura xonim bilan Hüseyin Sen apamdi taxlab bir anda. bu bosqichni jazosini o'taydi. Hürmetlik ustozlar, suyumlik qo'llag'uvchilar, hamkorlashuvchilar va mushu sahnaning oldi keyindagi barliq jafokashlar va shundaqla televizor oldidagi barliq ko'rman do'stlar. Kamin Hüseyinja Uşurdin Şinjan Liyanda Pantexnik şirketiga vakolatan hammanglarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Kamina sal erib qolgan sababli bizning qo'shnur gruppasiga o'zimni chaqilmay chiqib qolibdiman. O'tirib qo'ydik. O'g'aval akak.
ilki yanmaymiz şuna olan endi bunun mazra qayıtısı var da qayıtısı qımsa qılmaydı. Biz muşu Liyanda Pendançay şirketiga vakaleten bizning yurish mahsulotlarimizdan uqtirib qo'ygan va utib olgan barliq azizlarga ko'ngil sovug'imizni yetkazib beramiz. Hammanglarning chin ko'ngildan yoqtirib ishlatishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Xo'sh, Aytura xonim. Salam, Şinjan Loqman Ekim Biyopentikçe şirketideki Aytura doktorun hammanglarga otliq salam. Ben bugün şu faaliyet qatnaşqan yengen ve yig'ilgan barliq çolpanlarga bizning Loqman Ekim şirketimizning Loqman Ekim sap aqsa talqinidan so'g'at qilsam. Rahmat. Ko'pning qo'llashi bilan, ko'pning kuch chiqarishi bilan, eng muhimi ko'pchilik yaxshi ko'radigan alqishliq san'atkorlarimizning naq maydonda mahoratlarini ayimay ko'pchilikka taqdim etishi bilan mana bu san programmamizmi oxirlashadi turadi. Onda Bulsan programımızın xulasını bir çıkarıp yitamdık. Bulsan programımızın umum neticesi 3 qitimliq oyunda 3 yili çolpan kartisi bizning Asr Yulduzi gruppasi aldı. Muborak bo'lsin. Demek netice inaqa Asr Yulduzi yana bir qitim yengib chiqdi. Shundaqla bizningki Qo'shnur gruppasidagi barcha çolpanlarımızmı programımızın muvaffaqiyatli suratga ilishchi. Shundaqla naq maydondagi korxonachilarimiz va ekran oldidagi bizning ko'rganlarimizning xo'shallik uchun bor kuchini chiqardi. Sizlarga chin ko'nglimizda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Chapa tatdinglar. Qarchig'imizni qatqan surat kabi bizning san'atkorlarimizning har bir harakati, har bir so'zi, har bir kulkisi bizga aslilik bo'lib qoladi. Xushalligimizga xushallik bag'ishlaydi. Biz yana kelarki sanda nodir mazmunlarni huzuringizga sunamiz. Kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr, Xayr, xush.